Xullas, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Hozir yonimda O'zbekistonimizning faxri Muhiddin Mamajonov. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor yo'q demanganingizga rahmat aka. Ikkita savollarim bor. Aka, MMA sport turiga necha yoshdan kirgansiz? MMA sport turiga 2014-yildan beri. Endi MMA sport turi masu qo'l jangi, rukopashniy bo'y. Shu rukopashniy bo'yda 2014-yildan beri shug'ullanaman. Ungacha boks sport turi bilan shug'ullanganman. Bo'ldi, qarang aka, yana bitta zo'r savol. Oldingi Muhiddin Mamajonov bilan hozirgi Muhiddin Mamajonovning farqi yo razницasi deydimi endi? O'zgarishi deydimi? Sal yoshimiz ulg'aygan bo'ldi, boshqa narsa o'zgarmadi. Yo, endi misol uchun mana demoqchiman, e'tibor misol uchun oldin to'g'risini aytganda unaqa xalqqa e'tiborda emas edingiz. Mana shu yaqinda xalqqa e'tiboriga juda ham zo'r kirib kelyapsiz. Shuni ta'siri qanaqa bo'lyapti aka? Endi u narsa menga bilinmaydi-da, u narsa xalq baho bersin. Men qanaqa edim, qanaqa bo'ldim. Men o'shaman, menga u narsa bilinmaydi. Biza nima deydi, qo'limizdan kelsa yordam qilib o'rgatishgan, qo'lingdan kelsa ota-onam shunaqa tarbiya bergan, qo'lingdan kelsa yordam qil. Bo'ldi. Qo'limizdan kelsa yordam qilamiz, yordam kerak bo'lsa murojaat qilamiz. Bo'ldi, qarang, mana shu yordam deganingizga hozirgi kunda trendda yurgan bola Saturn haqida gaplashamiz aka. Qaysi jihlati deydimi, nima deydi? Qaysi jihati yoqdi sizga shu bolani? Saturn mana jinniliklarni ko'rasizlar, lekin u ko'ringani kabi emas-da, u umuman boshqa bola. Ko'ngilchan, yuvosh, nima deydi, xarakteri вообще yaxshi insonni, samimiy insongarchiligi bor. Shu xislatlari yoqadi-da. Nima deysiz aka, Dalshi Murodov Legion Team komandasiga qo'shila oladimi yo qo'shila olmaydimi? Endi u narsa Jasur akam ham aytdilar, u narsa o'ziga bog'liq. Xudo xolasa, o'zini yaxshi tutib, yaxshi yo'nalishda ketsa, xudo xolasa qo'shiladi. Lekin 100% dan hozir 80% o'zgargan. Kirib kelyapti xudo xolasa. Keyin aka, qarang, o'zimni qiziqtirgan savol. Oldindan ko'rib kelardim. Odilxon bilan Humoyun To'xtamurodovni qanaqa yarashtirib qo'ydingiz? Shu narsa juda ham qiziqda. Xalqqa nima deydi, ochib berilmadi shu mavzu. Ya endi ikkalasi ham nima deydi, O'zbekistonlik ukalar ham masalanda, to'g'risi. Endi Humoyun menga yaqinroq-u, endi Odilxon ham o'zimizni ukaxonda, endi yaqin bo'lmasa ham, endi oldimda yurmasa ham salomatligi yaxshi, muomalasi yaxshi men bilan. Shu hayit kunlariga to'g'ri keldi, ulug' ayyom ro'zada. Men aytdim, ikkalanglar dedim, unaqa yurishinglar noto'g'ri dedim. Endi gaplashdik orada, unga tushuntirdim, bunga tushuntirdim, orada ikkalasini yarashtirib qo'ydim. Buni ham bir nima deydi, Xudo Alloh ko'nglimga soldi, shu narsa bo'ldi-da. Lekin shu narsani juda ham zo'r qildingiz, nima deydi? Bo'lmasa juda ham gap so'zlar ko'payib ketadi-da aka sport olamida. Chunki odamlar ham mana gapiryapti-ku, rahmatli Murodxon To'rayev bo'lganda bunaqa narsalar bo'lmasdi deb. Shunga sizga o'zimning shaxsiy iltimosim ham shunaqa bayitslarni ozgina qo'pol qilib aytganda sarshtasini ozgina olish kerakmi? Endi hamma o'zi uchun nima deydi, javob bergani yaxshiroq. Nima deydi, bizada birlashsak, uni Murod aka rahmatli ham aytgan. Birlashsak juda katta kuchimizda biza. Birlashib chiqsak, bir-birimizga yordam berib ko'p narsalarga erishamiz. Kimdir oldin, kimdir keyin, xudo xolasa kuch birlikda deb bu Amir Temur ham aytib ketganlar-da, bobomiz. Xudo xolasa birlashish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, qarang aka, o'zingizga yana yuzlanamiz. Oxirgi jangingiz bekor bo'ldi. Qo'lingiz sinib qolganligi uchun. Hozir tiklanish jarayoni qanaqa ketyapti? Yaqinda boy ko'ramizmi yana? Xudo xolasa mana tayyorgarlik ko'rish uchun Tailandga ketamiz. Shu jangga tayyorgarlik anaqasida. Qo'lim endi gips yechdim, hali u darajada yaxshi bitmadi-da. Xudo xolasa sekin-sekin ishlatib harakatdamiz. Shu jang ancha nima deydi, o'zim ham kutyapman shu jangimni. Aka, menimcha butun o'zbekistonliklar desam ham yolg'on bo'lmaydi. Trilogiya bo'ladimi, bo'lmaydimi tojik bola bilan? Men u narsani konferensiyada ham aytdim, tugallamagan ishda-ku men uchun. Bu narsani yopishim kerak. Chunki ikkita jangimda ham men yutqazdim deb o'ylamayman. Buni muxlislar, xalq ko'rdi bu narsani. Xudo xolasa u nima deydi, uxlatmasak, u g'alabani bizga berishmaydi. Shunga harakat qilamiz, nokaut qilib g'alaba qilishga. Hozir mana konferensiyani ko'rdim. Endi navbat Amirxon Alixo'jayevga ekan.
Fazliddin visib tashladi-yu. Ha. Nima fikrdasiz? Qaysi biri yutadi deb o'ylaysiz? Endi, конечно, Amirxon yutadi deb o'ylayman. Amirxon Amirxon. o'zim ukam, ha. Amirxonga balet qilamiz. Endi 100% deb gapira olmayman, lekin Amirxon mani anaqamda ancha kuchliroq, fizikiy. U endi Alloh bergani yutadi. U ham chunki yomon boец emas. Dostoyniy, kuchli Tan boец. olish kerak. Tan olish kerak u narsani. Chunki bekordan bekorga hardcore ikkita vesda chempioni bo'lmaganda u bola. Yaxshi, kuchli bola. Xudo xolasa. Keyin qarang aka, bitta savolim bor. Ko'p sportchilar Adin Expert yoki nimadirlarni ko'p reklama qilishyapti-da. Lekin sizda shu narsa yo'q. Sizga taklif kirgizishganmi shu masala bo'yicha? Endi aka ochiqchasiga aytaverish kerak-da. Unaqa takliflar masalan hozir ham bor. Nima deydi, aqlga sig'maydigan darajadagi pullarni taklif qilishdi. Bo'pti, keling, qarang aka, eng zo'r joyida necha pul taklif qildi olmadingiz? Eng zo'r joyida bu. $90,000 beraman deyishdi yiliga. $90,000 $90,000 yiliga. deyishdi. Yozishganlari ham bor. Shu anaqa berar ekan, nima deydi, siz nomingizdan kirishadi-yu. O'sha promokod berar ekan, shu promokoddan o'shani 50% ham sizga. Sizni nomingizdan kirib o'ynagan odamni ham 50% sizga. Do'stlar, prosta o'zingizlar uchun shundoq so'mga chaqib ko'ringlar, $90,000 qancha bo'lishini. Biz bilib qo'yasizlar. Menimcha aka, men o'ylayman, sizni kuzatadigan ko'p odamlar mana shu xislatingiz uchun ham sizni ko'p hurmat qilamiz-da. Ko'p xalqimiz sizni hurmat qiladi. Demoqchi bo'lganim, har doim hamisha mana shunaqa iymoningiz, taqvoyingiz mustahkam bo'lsin deyman. Aka, kibringizni qanaqa sindirasiz? Endi bilmayman, men kibrliman deb o'ylamayman. Yo'q, men sizni kibrli demoqchi emasman. O'zi mana inson kibrni qanaqa sindirsa bo'ladi? U narsaga men javob bera olmayman. Lekin bitta narsa, libo joyda masalan kirib xohlagan narsani yeb ketaveraman. Xohlagan inson bilan ko'rishib ketaveraman. Nima deydi? Xohlagan insonim bilan muomalaga kirishib keta olaman. Hurmatini ham qilaman. Endi bizda ham masalan har xil vaziyatlar bo'ladi, lekin shunda ham o'zimni bosib, nima deydi, odamlarga yomon ko'rinishga harakat qilmayman-da. Akajon, kattakon rahmat. Do'stlar, haqiqatan ham men o'zim birinchi marta akam bilan ko'rishdim. Rostini aytsam, o'zim juda ham ko'p qiziqaman shu sport turiga. Shuning uchun faqat akamni ko'rardim. Endi bir orzuyim ham bor desam ham bo'ladi, bemalol aytsam bo'ladi, akamiz bilan ko'rishish. Xudo xolasa ko'rishdik. Aka, xudo xolasa keyingi janglarda omad. Xudo xolasa biz poddeshka qilishda davom etamiz. Samarqandliklar, Kattaqo'rg'onliklar. Samый главный bitta gap aytib, boya Xbet haromdan uzoq bo'linglar bo'ldi. U narsa million bo'lsa ham nima deydi, u harom, baribir harom. Bir kun teshib chiqadi u narsa. Yengil kirgan narsa u yengil chiqib ketadi. 2 barobar, 3 barobar bo'ladi. Xudo xolasa haloldan qo'ymasin. Lekin orada pulni eshitib bir o'ylandimi, lekin baribir o'ylatar ekanda u narsa. Shunaqa. Lekin Xudoga shukr, Alloh bu tarafdan nima deydi, sabr, juda katta sabr bergan. Qiyinchiliklarga ham masalan, men juda ko'p intervyularda ham aytaman, nima bo'lsa yeb ketaveraman-da, qiyinchiliklar bu qiyinchiliklarga tayyorman. Xudo xolasa nima deydi, nafsimni jiloylab oldim. Xudo xolasa unaqa narsalarni umuman reklama ham qilmaymiz, unaqalar bilan gaplashmaymiz ham, Xudo xolasa. Tavsiya ham qilmaymiz. Chunki ko'ryapman, nechta odam uyi kuygan, bitta qarg'ish tegsa ham u yaxshilik bilan tugamaydi-da. Shunaqa. Undan ko'ra o'ynamanglar, undan ko'ra o'sha pulinglarni olib kelib bersanglar keyin. Yo'q, kelishib ketaveramiz, ha? Kelishib ketamiz. Do'stlar, hammaga rahmat. Xudo xolasa. Aka, mana shu kamera yoniq payt sizdan bitta narsani so'rab olay. Amirxon Alixo'jayev, Humoyun To'xtamurodov bilan bir ko'rishtirasizmi bir? Xudo xolasa. Albatta ko'rishtiramiz. Va'da berasiz, Xudo xolasa. Ukalarim, o'zimning ukalarim. Biroz hozir desanglar, hozir ham chaqiraman. Endi Humoyun Qo'qonga ketgan, Amirxon shu yerda zalda. Aka, kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi janglaringizda omad. Biz poddeshka qilishda davom etamiz. Xudo xolasa aka, bilasiz, Samarqand Kattaqo'rg'onliklar poddeshkani yoraverishadi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Biz qolganini Xudo xolasa qo'ldan kelgancha maksimalni uramiz. Aytaman, o'sha gap. UFC'ga chiqamiz hali, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.